Voy sunnat ekan, nima qilsak? Mana bu yerda shuncha sovg'ani o'ynashimiz kerak-ku. O'zing nima qilsan bu yerda? Mana video obzor qilib qo'ysam, $2000 mukofoti bor ekan. Men sizga aka o'shani ikkinchi o'rinni pulini beraman, $1000. Ba'zi siz mobilograf emassiz. Birinchi o'rinni ham, ikkinchi o'rinni ham ola olasiz. Radosta, million uraman ekan. Ya, agar millionni ursangiz, mukofotini podpischalaringizga hamma pulini berasiz. Qara lekin qaytarib bermayman buni. Sizga qoldi, aka. Bo'pti, ketdi, aka. Nimaga ketamiz? Hey, true, bet that up for the track. You gonna take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Okey, vaqtim ozgina qoldi. 23-dan 26-avgust sanalarida avtomotiv avtoko'rgazmasida bilasiz qatnashamiz. Telefonlarning ichida bormi chiqib, 5 ta Hammasi bor iPhone, aka. 5 ta Samsung, eng katta sovg'a Damas avtomobili. Bundan tashqari bitoy texnikalar ham bor. To'y texnikalar ham bor. Televizor o'tdi, konditsioner, kullerlar ko'p aka, sovg'alarimiz. Bundan tashqari zapchasalar ham o'ynaymiz aka. Gap yo'q. Kelgan odam xursand bo'lib ketar ekan. Sovg'asi quruq ketishmaydi, xudo xolasa. Xullas akalar, ozgina vaqt qoldi. Hammalarni avtomatik ko'rgazmaga taklif qilamiz. U yerda nafaqat sovg'alar, qiziqarli o'yinlar bo'ladi. Kelgan odam xudo xolisa xursand bo'lib ketadi. Endi bu yoqqa yo'q. Men video davom ettiraman. Ana sizlarga agar Novoda prosmot urib ketsa, $2000 ham podpiskalaringga bera olaman. Bera olasizlar aka. Ana pulni bermayman lekin.